Assalomu alaykum aziz obunachilar, charchab qolmaysizlar. Xonadon sizlar bilan ko'rishib turganimizda xursandmiz. Bugun biz bir joyga montajga keldik. Xudo xolasa mana ko'rsataman sizlarga ish jarayonlarimiz qanaqa bo'lishini. Mana bizlar o'zimizni Bentleyda xudo xolasa. Bizda Sheffield tronlarimiz bor. Xudo xolasa qo'yamiz. Bitta turgan o'rniga olib, xudo xolasa o'rniga qo'yamiz. Sovuq o'tib ketgan. Ham oralardan sovuq o'tib zorga. Betdan plastik eshik qo'yishgan, faqat sifati yaxshi bo'lmagani uchun ko'rib turibsizlar. Ochilib yo'qlishlari ham juda ham